ibn Abbos roziyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: mazlumning duosidan ehtiyot bo'l, zero uning duosi bilan Allohning orasida parda to'siq yo'qdir. Muttafaqun alayh. Albatta mazlum zulmga uchragan kishiga mehr ko'rsatish, unga tushgan zulmni ko'rsatish uchun harakat qilish har bir musulmon uchun muhim ishdir. Hech bo'lmasa unga hamdardlik ko'rsatish lozim. Ammo mazlumga yomonlik qilib, uning duoibatiga uchrashdan saqlanmoq kerak. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdilar: mening qaysi hokimim birovga zulm qilsa-da, menga mazlum xabari yetib kelib, haqqini olib bermasam, unga zulmni men qilgan bo'laman. Shayx Sulaymon Ulvon aytadilar: mazlum musulmon birodarlarimizni qo'llab-quvvatlamaslik bu qalb kasalligini yoki o'likligini bildiradi. Va o'sha kun keladiki, kim turganlarni boshiga ham shu qiyinchiliklar keladi, ammo yordam beradigan hech kim topilmaydi. Alloh subhanahu va taolo Falastindagi, Suriyadagi va butun dunyodagi musulmonlarga o'zi yordam bersin, o'zini kalimasini oliy qilish yo'lida birlashtirsin va kofirlarga va ularga yordam berayotganlarga o'zi kifoya qilsin.